Pankreatit kasalligi bu oshqozon osti bezini o'tkir va surunkali yallig'lanishidan kelib chiqadigan kasallik. Kasallikni kelib chiqishi asosan noto'g'ri ovqatlanishdan, parhez, ya'ni dietani to'g'ri ushlamaslikdan, dori vositalarini och qoringa iste'mol qilishdan hamda o't tosh kasalligini vaqtida bartaraf etmaslikdan boshlanadi hamda qo'shimcha kasalliklar oshqozon osti bezining bosh qismini o'smalari va kistalari kabi kasalliklardan pankreatit kasallik kelib chiqadi. Pankreatit kasalligini asosiy belgilari bu qorin sohasida, epigastral sohada kuchli og'riqlar, ko'ngil aynish, qayt qilish, tana haroratining ko'tarilishi kabi simptomlar bilan kechadi. Pankreatni kuchaytiruvchi omillar bu chekish, alkogolizm, vaqtida ovqatlanmaslik, och yurib birdaniga ko'p ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish bu pankreatitni kuchayishiga sabab bo'ladigan omillardan biri hisoblanadi. O'tkir pankreatit xirurgik kasallik hisoblanadi. Bu kasallikni statsionar sharoitda davolash talab etiladi. Buni uy sharoitida, ambulator sharoitda o'tkir pankreatitni davolab bo'lmaydi. Oshqozon osti bez hujayralari o'zini o'zi yemirishni hisobiga oshqozon osti bezda kuchli o'sha o'zgarishlar kechadi. Shunda asoratlar olib kelmaslik uchun biza xalqimizdan, bemorlarimizdan shu kasallikka chalingan vaqtida shifokor qabuliga borishi, darhol shu o'tkir pankreatit belgilari aniqlandimi, darrov jarroh qabulida bo'lishni biza so'rab qolamiz.